Biz bugün cemiyetimizde avj olayotgan, Allohga tövbe qilish bilan kechirim qilinmaydigan, hatto Alloh yo'lida joningizni qurbon qilib shahid qilinsangizmi, agar ustingizda bu gunoh bo'lib qolsa, shahidlikmi bu gunohni o'chirolmaydigan ig'ir gunoh haqida to'xtalamiz. Allah bandalarga shunchalik mehribonki, inson shuncha gunohlarni qilib, Allohga samimiy tavba qilsa, Alloh u insonning hamma gunohlarini kechiradi. Hatto Allohni inkor qilgan, Allohga qarshi urush ochgan kofirmi Allohga samimiy tavba qilib iymon etsa, islomdan ilgariki butun gunohlarni Alloh taolo surishti qilmaydi. Ammo gunohlar ichida shundoq bir gunoh borki, u gunoh Allohga tavba qilish bilan kechirim qilinmaydi. Hatto Alloh yo'lida urush qilib shahid qilinsangizmi, agar ustingizda u gunoh bo'lib qolsa, shahidlikmi u gunohni kechirgizolmaydi. U gunoh bo'lsa-mu, boshqalarning haqqini yevilish. Kunimizdagi moddiy qiyinchiliklar va kishilardagi bayashat turmushga bo'lgan intilish, ularni bu yo'lda vasitalamay omonatga xiyonat qilish, aldash, o'tni elib qaytarmaslik qatorliq har xil yo'llar bilan kishilarning haqqini yevlashga elib bormoqda. Amaliyotda inson boshqalarning ilib olgan mol-mulk bilan huzur va baxt topolmaydi. Chunki boshqalarning haqqini yevolgan odam doim dekki-duki ichida va qo'rqinch bilan yashaydi. Chunki haq egasining duosi va ko'z yoshi uni hargiz boshqa yetmaydi. Payg'ambarimiz degandek, zulmga uchrag'uvchi bilan Robbi o'rtasida hech qanday parda yo'q. Bundaq kishilar boshqalarning haqqini yevish bilan birga Allohga xiyonat qilgan bo'ladi. Chunki boshqalarning haqqini yevoldigan kishilarning ko'p qismi Allohni ko'p tilga oladi va kishilarga taqvo musulmon ko'rinadi. Kishilar uningga taqvo musulmon ekan deb ishonch bog'lagandan keyin kishilarning islomga bo'lgan ixlosidan foydalanib, ularning mol-mulkini elib oladi, aldaydi va ularning haqqini yeb oladi. Aldangan erni chorasiz, ayolni bechora va ularning farzandlarining istiqbolini vayron qiladi. Boshqalarning haqqini yeb olgan kishilarning ko'p qismi "Men uni cho'qim qaytarib beraman, birini ikki qilib olib, tijoratga silib, pulni avutib olib, asli pulini egasiga qaytarib beraman" deb o'ylashi mumkin. Amaliyotda bu shaytonning kishilarning haqqini yugizishdagi birinchi qadami. Siz kishilarning pul mollarini elib olib, uning orqali pulingizni ko'paytib, asli pulini qaytarib bergan taqdirdami, ko'paygan pulmi egasining bo'ladi. Boshqalarning haqqi bilan qilgan tijorat zavolliqqa yuzlanadi. Bu bir patqoq. Siz buningga ichkilab kirgansiz, patqoqqa petib ketsiz. Buningdan qutulishning eng yaxshi yo'li tavba qilib, molni egasiga qaytarish. Yana bir qism kishilar boshqalarning haqqini yeb olgandan keyin masjiddan chiqmay tavba qilgan bo'lib oladi. Amaliyotda bunda qilgan tavba qabul qilinadi, aslo qabul qilinmaydi. Chunki tavba samimiy bo'lsa, inson bilan Robbi o'tirisidagi gunohni kechiradi. Ammo inson bilan inson o'tirisidagi haqlar shu haqni egasiga qaytarish bilan kechirim qilinadi. Agar siz ustingizda boshqalarning haqqi bor holatda jihad maydonida shahid qilinib o'lsangizmi, bu shahidlik maqomi sizning bu gunohingizni kechirolmaydi. Bir odam payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qishig'iga kelib, "Ey Rasululloh, agar men Alloh yo'lida urush qilib o'ltirilsam, mening butun gunohim kechirim qilinamdi" deb so'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, "Ha, agar sen Alloh yo'lida sabr qilib, Allohdan savob umid qilib urush qilib o'ltirilsang, sening butun gunohing kechirim qilinadi" dedi. Bir oz o'tgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hiliq odamdan savolni qayta so'raydi. "Bayatdan nima degayding?" U odam savolni takrorlaydi. Payg'ambar alayhisalom, "Agar sen Alloh yo'lida sabr qilib, Allohdan savob umid qilib urush qilib o'ltirilsang, sening ustingdagi qarzdan boshqa gunohlarning hammasi kechirim qilinadi" dedi. Va buni menga bayatdan Jibril kelib yetkizdi dedi. O'ylab baqing, Alloh yo'lida urushib shahid qilinish boshqalarning haqqini yevilish emas, ustimizdagi qarzlarni kechirim qilinmagan yerda boshqalarning haqqini yevilishni kechirim qilalamda, albatta kechirim qilinmaydi. Boshqalarning haqqi mana mushundoq yomon narsa. Bu hadisni anglagan har bir musulmon agar payg'ambarimizning so'ziga ishonsa, payg'ambarimizni haqiqiy payg'ambar deb qarasa, kishilarning haqqidan virusdan qo'rqqandek, o'tdan qo'rqqandek qo'rqidi. Amaliyotda boshqalarning haqqi o't. Alloh taolo Qur'on Karimda "Allazina yakuluna amwalal yatama innama yakuluna fi butunihim nara." Boshqalarning haqqini yevagan kishilar ular qursaqlarga qiyomat kuni o'chmay yenib turadigan o'tni yegan bo'ladi deydi. Boshqalarning haqqini yevagan odamning dunyoda uchraydigan eng chong jazolardan birisi uning duosining ijobat bo'lmasligi. Payg'ambar alayhissalom shundoq bir odam borki, u odam osmonga qo'lni egiz ko'tarib, "Ya Rob, ya Rob, ey Robbim, ey Robbim" deb nurg'un duolarni qiladi. U odamning yemiki harom, kiymiki harom, ya'ni boshqalarning haqqini yevolgan, fa anna yustajabu zalik. U qandoqmi ijobat qilinsin deydi. Yana bir qism kishilar boshqalarning haqqini yevolgandan keyin u pul mollardan boshqalarga sadiq qilish, xayr ihson qilish orqali u harom malni poklamoqchi bo'ladi. Amaliyotda bunday qilish orqali u odam boshqalarning ilib olgan bu harom malni
paklay olamdi? Hergiz paklayamaydi. Chunki bu kiyimni kichik tahorat bilan yuvganga o'xshash bir ish. Kiyim-kechakni kichik tahorat, nijosat bilan yuvib pokizlig'i bo'lmaganga o'xshash gunohnimi harom bilan pokizlig'i bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalom innalloha tayyibun, Alloh pokdir, la yaqbalu illa tayyiba. Pokdan boshqa hech qanday narsani qabul qilmaydi deydi. Allohning hojati yo'q unda harom narsalarga. Ularning oxiratdagi jazosi bo'lsa, ular o'qigan namozlarining, tutgan ro'zalarining, bergan zakotlarining, qilgan hajrining savobi bilan qiyomat kuni Allohning huzuriga keladi. Ular boshqalarga tillanganlik, boshqalarga aziyat berganlik va boshqalarning haqqini yo'qolganligi tufayli ularning yaxshiliklarining hammasi haq egasiga ketib qoladi. Agar ularning qilgan yaxshiligi savobi bo'lmasa, haq egasining gunohi o odamning ustiga yuklanadi. Shunda qilib ular yaxshiliklari ketib qolgan, gunohi ko'paygan holda do'zaxga tashlanadi. Esimizda bo'lsin, boshqalarning haqqini yeb o'sgan go'sht jannatga kirmaydi. Payg'ambar alayhissalom harom yeb o'sgan go'sht jannatga kirmaydi deydi. Siz boshqalarning haqqini yeb, ya'ni harom yeb, shu orqali hujayringiz yengilib, qiningiz aylanib, shu orqali paydo bo'lgan go'shtlar aslo jannatga kirmaydi. Agar siz boshqalarning haqqi bilan bolalaringizni boqsangiz, bolalaringiz shu boshqalarning haqqi bilan, ya'ni harom bilan cho'ng bo'lsa, bolalaringiz jannat kiralarmi? Bu sizning bolalaringiz qilgan eng cho'ng dushmanligingiz bo'ladi. Jamiyatimizda nurg'ulg'an kishilar namoz o'qiydi, ro'za tutadi, haj qiladi. Ammo bir odamning haqiqiy mu'min yoki emasligi u odamning qilgan muomalasida, ya'ni boshqalarning haqqidan qo'rqish va qo'rqmaslikda ifodalanadi. Ya'ni bizning imtihonimiz pul orqali ayriladi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom mening ummatimning imtihoni mol, ya'ni pul deydi. Umar ibn Xattobning davrida bir odam Umar roziyallohu anhuning qashib turib, yana bir odamni shundoq maqtab ketadi. Umar roziyallohu anhu u odamdan sen u odam bilan muomala qilib baqdingmi, ya'ni pul ilm berib qilib baqdingmi deb so'raydi. U odam yo'q deydi. Unda qolsa ijlis, unda qolsan o'ltir. U odamga aldirab baho berma deydi. Demak bir odamning haqiqiy yaxshi, haqiqiy taqvodor ekanligi bir uchi qalbimizda bo'lgan mol dunyoga tutgan muomalasida oshkor bo'ladi. Dunyoda boshqalarning haqqidan qo'rqmagan kishi dunyo va oxiratini vayron qilgan odam bo'ladi. Payg'ambarimizning tilida aytgan vaqtimizda muflis, ziyon tortquchi, vayron bo'lgan odam bo'ladi. Chunki undaq odamlar nurg'un savoblar bilan keladi, ammo u savoblarning hech qaysini qiyomat kuni xarjlayolmaydi. Aksicha savob yetishmasa, boshqalarning gunohini ustiga elib oladi. Undaqda qanday qilgan vaqtimizda boshqalarning haqqidan saqlana olamiz? Birinchidan qanoatchan bo'lgan vaqtimizda. Ya'ni inson qanoatsiz bo'lsa, boshqalarga havas qilsa, boshqalar yashagan turmushni yashash uchun vositalamay boshqalarning haqqidan qo'rqmaydigan holatga yetib boradi. Ikkinchisi bu gunohning vaznini bilish. Ya'ni bu gunoh Allohga tavba qilish bilan kechirilmaydigan ig'ir gunoh ekanligini bilish. Uchinchisi boshqalarning haqqini elib olib erishgan ko'p molning qancha yashab baqsimi huzur bermaydiganligini tunish. Chunki boshqalarning ko'z yoshi orqali erishgan bu molda huzur bo'lmaydi. Mazlum bilan Robbining o'rtasida parda yo'q. Ularning ko'z yoshi chuqum sizni tutadi. To'rtinchidan boshqalarni elib olgan boshqalarning haqqining qiyomat kuni sizning bo'yningizga taqal qilib silingan holatda hashr qilinganligingizni unutmang. Beshinchidan huzur va xotirjamlikning haromda tepilmaydiganligini aslo esingizdan chiqarmang.